Erkak deb yozgan sharmandalar. Uyat, Jizzaxda bir guruh qizlar bizga kerak deb ko'chada aylanib yurishdi. Yetirib qo'yadi hammadan. Kamiga kelin ko'ylak kiyib olgan qizlar atrofdagi erkaklarni g'azabini keltirgan. Demaysanmi erkak bo'lsan? To'g'ri beraman, nechta erkak desang. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qattiq tanqid qilingandan so'ng holatga oila va xotin-qizlar boshqarmasi aralashdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ular reklama videoroligi tayyorlamoqchi bo'lishgan. Xo'sh, voqea nima bilan yakun topdi? Qizlarga qanday chora ko'rildi? Javobni to'liq videoda tomosha qiling. Yetirib qo'yadi hammadan. Baroda navay kalxoz. Ana bu yoqqa sharmandalik. Buni qara. Bu nima bu erkak deb. Voy. Avoyga emasmi? Bular erkak ekan. Yo'qmi bo'ydoqlari? Bo'ydoq o'g'illar. Voy, erkak deb yozgan sharmandalar. Yozsan bari. Demaysanmi erkak bo'lsan? To'g'ri beraman, nechta erkak desang. Baringga ikkita to'g'ri beraman. Holat yuzasidan oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i darhol jarayonni to'xtatib, qizlarga va go'zallik saloni rahbariyatiga jamiyatda yurish-turish qoidalariga amal qilishi, milliy qadriyatlarni hurmat qilishi yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Eng so'nggi xabarlarni bilish uchun Dolzarb.uz'ga obuna bo'ling.